Davramizda to'ldirib o'ynagan va raqsinkor harakatlar bilan fayzli oqshomga fayz qo'shgan barcha mehmonlarimizga o'zimizni alohida minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Faraqli onlarni sizga taqdim etayotganimizdan benihoya shodmiz. O'ylaymizki, mana shu oqshom, mana shu kun fayzli fursatlarga boy bo'ladi degan umiddamiz. Ilohim boshlangan yangi umr yo'llari, boshlangan yangi saodatli hayot yo'llari hamisha yaxshi insonlar hamrohligida o'tishini, qolaversa, yaxshiliklar, ezguliklar ularning yo'llaridan nurafshon elashdan umidvorimiz albatta. Shahzodasi ko'nglidagi dildor bo'lib, o'z yoriga sadoqatli dilbar bo'lsin. Eng avvalo otasidan duo olib, har bir qizga kelin bo'lish nasib qilsin. Qaynotasini otasidek ota bilib, qaynonasini onasidek ona bilsin. Sevganining ko'ngliga bir ishqin solib, har bir qizga kelin bo'lish nasib qilsin. Har bir kechani ajoyib bir munosib kishilari bor. Bu esa so'zsiz onajonlarimiz. Ana endi navbatni onajonlarimizga beramiz. Qani onajonlarimiz, marhamat. Albatta Farhod aka, mana shu fayzli oqshomimizni, go'zal kechamizni, ya'ni davramizda to'rida turgan kelin hamda kuyovlarimizdan-da baxtliroq inson bo'lmasa kerak, nima dedingiz? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bugun kechamizni shoh supalarida shahzoda va malikalarimiz hammamizdan ham ko'ra baxtiyorroq. Chunki ular bugundan boshlab nurli manzil, muqaddas dargoh ostonasiga ilk qadamlarini qo'ymoqdalar. Ilohim, mana shu qadamlari qutlug' kelishidan umidvorimiz. Bir-biriga bo'lgan munosabatlari, bugungi muhabbatlari, mehrlari hech qachon bir-biridan ayrilmasin. Mana shu ikki kabutarning qanotlari qayrilmasin deya yaxshi niyatlarimizni qilib qolamiz va bu niyatlarimizga qo'shimcha tarzda kechamizning maxsus tabriklarini aynan hozir kelayotgan onajonlarimizga yo'llasak, nur ustiga Ziyovuddin akamizga, Dilorom onamizga ham to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Sherozjon sizlarga kuyov emas, o'g'il bo'lsin. Otasini, onasini hurmat. Musiqani sal pasaytiraylik. Rahmat. Va otasini, onasini hurmat qilgandek, sizlarni ham hurmatlaringizni joyiga qo'yadigan haqiqiy o'g'il sifatida bo'lsin. Xudo xolisa kelgusi yillarda Ziyovuddin akamiz bozorlarga borib, beshiklarni eng katta razmerdan bitta emas, ikkita beshikizdan boshlari yarim bo'lsin. Hammamizni xonadonlarimiz chertib, beshik to'yga aytlar ekandik degan so'zlarni eshitib yuraylik, ilohim. Albatta otajonlarimizga, onajonlarimizga mana shunday ajoyib oqshom muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Biringizga kuyov emas, o'g'il farzand muborak bo'lsin. Yana biringizga esa kelin emas, qiz farzand muborak bo'lsin. Ilohim, kelasi yil mana shunday vaqtlarda kelin hamda kuyovlarimizni baxtli, saodatli oilalardan biri bo'lib qolib, ilohim sunnat to'ylarida ham xizmat qilish nasibini o'zi aylasin. Onajonlarim, bilasizmi? 9 oy vujudingizda ko'tarib, yorug' olamga keltirar ekansiz o'g'lingizni, qizingizni. Beshigini tebratayotganda alla aytib, farzandim, bolajonim, ilohim, katta to'ylaringni ko'rish nasibini o'zi aylasin deya hamma otalarimiz, onalarimiz niyat qilishadi. Onajon, onajonlarim, mana bugun o'sha kun yetib keldi. Siz kutgan, siz niyat qilgan, siz uzoq kutgan oqshom yetib keldi. Shunday ekan, mana shunday ajoyib kunlar davomiy bo'lsin. Ilohim, mana shunday kunlar hammamizga nasibini o'zi aylasin. Eng ko'p mana shunday kunlarni otajonlarimiz, onajonlarimiz kutishgan. Farhod aka, nimagaki, ilohim hammani mana shunday ajoyib kunlarga yetkazish nasibini o'zi aylasin. Farzand to'yini ko'rish nasibini o'zi aylasin. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz Ishtixon tumanidagi Anvar ota bazmgohida yana bir go'zal juftlikning to'ylariga sherik bo'ldik va ularga Shahnozaxon bilan birgalikda bitmas tugamas baxtlar tiladik. Albatta, kelin hamda kuyovlarimizga baxtli, saodatli, omadli oilalardan biri bo'lib qolishini yaratgan Allohdan so'rab qolamiz azizlar. Men bugun ustozim Farhod aka Ro'ziyev bilan birgalikda juda ham chiroyli to'yni o'tkazdik. Bizni kuzatishda davom eting. Bugun sovuq bo'lishiga qaramasdan, lekin bu yerga kelgan mehmonlarning barchasining ko'nglida bahoriy iliqlik edi. Barchasiga yana bir karra to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Anvar ota bazmgohiga ham alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz.